Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizga beton kesadigan apparatlarimizdan yetib keldi. 30 sm kesadigan va 15 sm kesadiganlari yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shular haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Navoiy massiv, Malina svetoforida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Do'konimizga hozir yangi turdagi ikki xil beton kesadigan apparatimiz yetib keldi. 220 voltga ishlaydi, suvli bo'ladi beton kesadiganlarimiz. 30 sm gacha kesadigani va 15 sm gacha kesadiganlari mavjud. Xo'p, endi buni motorni aytadigan bo'lsak, motori 3900 vattlik bo'ladi. Era Max brendiga tegishli, mana 3900 vatt motori. 100% mis atmotkali motorlar bo'ladi. Оборотлari 3500 оборот bo'ladi. 15 sm gacha betonlarni, devorlarni bemalol kesishlari mumkin bo'ladi. Mana metrlarda o'lchab ham beramiz. Mana ko'rishlari mumkin. 15 sm, 14,5 ko'rsatyapti. Bu diskasini yechib qo'yib, bu yerdan yana 1 sm qo'shib olishlari mumkin bo'ladi. Xullas 15 sm gacha bo'lgan betonlarni kesishga mo'ljallangan. Komplektdan o'zini suv so'rib beradigan nasozlari chiqadi. Ya'ni suvli bo'ladi bu. Mana ko'rishlari mumkin. O'zini kranlari tepadan, pastdan suvlar berib turadi. Pichog'ini shlankalari chiqadi, suv shlankalari, filtrlari, undan tashqari shlanka ulash uchun perihodnik xomitlari chiqadi. Mana shu holatda o'zini ключlarigacha hatto bo'ladi. Ключlarni qo'yganimizga hozir buni kesalaring ishlatib beriladi. O'zini kabellarida releylarigacha bor. Ya'ni pichoq qisib qoladigan bo'lsa yoki nagruzka keladigan bo'lsa, avtomatik tashlab yuboradi va mana shu joyda yana bitta qo'shsalaring apparat ishlab ketaveradi. Kimga narxi qiziq bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin yoki ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Endi kattaroqdan kerak deganlar uchun 30 sm gacha devorlarni, betonlarni kesadigan, beton kesadigan apparatlarimiz keldi. Buni pichog'i kalsoli bo'ladi, ya'ni ichi ochiq bo'ladi. 30 sm gacha kesadi. Hozir buni ham o'lchab ko'rsatamiz. Mana shu holatda mana 30 sm gacha bemalol kesib beraveradi. Buni motori 6000 vattli bo'ladi. Deyarli buni motoridan 2 barobar kattaroq. 6000 vatt, 3500 оборот komplektida o'zini mana releylarigacha bor. Tokni o'sha qo'shib ajratadigan, ya'ni pichoq qisilib qoladigan bo'lsa yoki nagruz keladigan bo'lsa, avtomatik bu tashlab yuboradi va yana chetdan qo'shib olishlaring mumkin. O'zini komplektda zapasnoy diskini aylantirib berish uchun tishlari, ключlari bor. Komplektida shlankalari bor. Buni nasozi bo'lmaydi, chunki bu suvni o'zi so'rib oladi. Shlankani ulab qo'ysalaring, filtrni shunday suvga botirib qo'ysalaring, bu o'zi so'rib olib turib, mana shidlardan suv sachib berib turadi. Shu holatda ishlaydi. Bu ham Era Max brendiga tegishli. Motori 6000 vattlik bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. 6000 vatt, 3500 оборот. Garantiyalari 6 oyga beriladi. Ushbu beton kesadiganlarimiz kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizga kelib xarid qilaverasizlar. Narxlari kimga qiziq bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol so'rashlaring mumkin. Garantiyalari bor. Brend original Era Max brendi. Alohida sotuvda tishlaridan ham bor. Hozir o'zini komplektiga pichoqlari qo'shib beriladi. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.